Mana ko'rib turganingizdek, lokal tarmoqda 600 megabitgacha Wi-Fi zo'r ishlab beryapti. Mijozimizning uyiga har doimgidek Deco A7 2 pak modelini qo'yib berdik. Mana bu yerda o'zlarini routerlar turibdi va qo'shimcha qilib A7 chiroyligini qilib qo'yib berdik. Hop, hovlilarda internet ishlash tezligi har doimgidek lokal tarmoqda juda katta rezultat berdi. Mijozimiz so'rab qoldilar, "Voy, bunaqa o'z tezlik bormi?" dedi. Albatta bor, bemalol. Tarifingiz baland bo'lsa yoki kattaroq, balandroq tarifga o'tmoqchi bo'lsangiz, A7 qo'yinglar. Undan keyin yaxshi nima qo'yib olsanglar, provayder bilan tarif qo'yib olsanglar, xudo xolasa zo'r ishlaydi. Biz o'lchayotganimiz hammasi bu lokalka. Mana hozir siz uchun speed testda ham bitta o'lchab ko'rsatib berishim mumkin. Speed test saytiga kiramiz. 230 ishlayotdi. Speed test saytiga kiramiz. Speed test sayti bilan bitta o'lchab ko'ramiz. Qanaqa rezultat beryapti. Mana ko'rib turganingizdek, lokal tarmoqda 600 megabitgacha Wi-Fi zo'r ishlab beryapti. Kimga qiziq bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqinglar.